Assalomu alaykum aka uka opa singil musulmon xalqi, Namangan tuman xalqi, Xo'jaqishloq, Toshbuloq, Tepaqo'rg'on, Chorvoq aka ukalar. Hozir mana boyaginda o'sha murojaat yo'lladik. Xonadonni birinchisi 70%, 75% yongani mana shu Xo'jaqishloqqa baylangan o'sha chegaradosh. Hozir bu birinchi xonadon, bir xona yashaydigan xona qolibdi ba'da. Bir xona qolgani o'sha yonib ketgan qushat. Bu bitta xona. Buni murojaatni yo'llashimizdan maqsad 3 ta xonadon yonib ketgan. Hozir 3 ta xonadonni kulfati bu. Alloh sabr bersin bularga. Qolgan 2 ta xonadon umuman yashashga yaroqsiz holatda. 2 ta xonadonda umuman yashash holati yo'q. Shuning uchun mana shu Namangan tuman xalqiga, aka-ukalarga, Xo'jaqishloq, Mulakudin, Tepaqo'rg'on hammaga murojaat qilamiz. Iloji boricha aylanamiz. O'sha pechatlangan qutilar bilan ehsonlarini olamiz, bularga yordam qilamiz, chunki sharoitlari zo'r oilalar emas hech qaysinisi. Hammasi kunlik pul topib yashaydigan oilalar. Hozir xonadonni mana qushat yo'g'ib ketgani mana o'si umuman yonib yashashga holat qolmagani mana shunisi. Yana bittasi shu holatda umuman xonadonda holat qolmagan mana hashar uyi boshlanibdi. Shuning uchun Xo'jaqishloqliklarga joyladik, birinchi reaksiya bildiringlar deb hozir butun Chorvoqqa, Toshbuloqqa, Tepaqo'rg'on, Qur'ona hammasi ehsoni bor. Chunki men buni aytishimiz sababi open byudjetda hammasi birga bo'lib harakat qiladi bular. Birortasi qolmaydi, juda qattiq harakat qiladi ehsonga bor. Ehsoni rosa kuchli, kasallarni qo'ysak, kasallarni ham qoldirmasdan hammasi harakat qiladi. Bu ehsoni bor rayon hisoblanadi bu. Shuning uchun hozir hamma qishloqlarga murojaat qilamiz. Ehsonlarini yetkazishadi. Biz o'zimizni Xo'jaqishloqdagi xumo do'konlarimizda yig'amiz, qutilarni pechatlab, kartalarni qo'yib, Alloh guvohligida bir tiginiga xiyonat qilmagan holatda mana shu hammasiga pulni yig'ib 3 ta xonadonga teng taqsimlab beramiz. Shuning uchun hozir ko'rib turibsizlar holatni umuman bu yerda yashashga sharoit, yashashga holat qolmagan, birortasida holat qolmagan yashashga. Shuning uchun butun bir hamma qishloq birga bo'lib harakat qiladi. Bu palon qishlog'ida, bu piston qishlog'ida deb ajratish bo'lmaydi bunaqa holatda. Hech kim boshiga tushmasin. Umuman yashashga sharoit qolmagan mana yo'q xonadonlar yo'g'ib ketgan. Shuning uchun to'g'ri qabul qilamizda. Tepaqo'rg'onga, Qur'onaga, Toshbuloqqa, Chorvoq, Xo'jaqishloq, Mulakudin, Qirisqo'rg'on, Oqbuloq hamma bo'lib xudo xolisa harakat qilamiz. Hamma raislarga o'zini qishlog'ini, o'zini ehsonchilari bor, ehsonchilarga murojaat qilamiz, kartalarni joylaymiz. Alloh guvohligida bir so'miga xiyonat qilmagan holatda pechatlangan qutilar bilan yetkazamiz. Shubha bo'lish mumkin emas umuman. Shuning uchun ehsoni borlar, Rossiyadagilar, chet eldagilar, opa singillar, aka-ukalar hammani birga bo'lib iltimos, mana shunga befarq bo'lmaymiz. Hech kim boshiga tushmasin bunaqa holat. Xonadon bitta uy qurishi o'zi oson emas hozir. Mana shu 3 ta xonadonni tiklashga yordam beramiz. Biz befarq bo'la olmadik, chunki murojaat qilib telefon qilish tinimsiz. Shuning uchun hozir joylayamiz. Biz qishloq ajratmaymiz, chunki hamma bitta musulmon xalq. Shuning uchun to'g'ri qabul qilib, to'g'ri joylaymiz. Har xil holat bo'lmasin. Karta raqamlarini joylaymiz. Har bittasini e'lon qilib boramiz. Biz joylagan har bitta videoni, har bitta qishloqqa o'zini gruppalari, kanallari bor, o'shanga joylab e'lon qilib turiladi. Bir tiginiga xiyonat qilinmaydi. Mana shu 3 ta xonadonga hamma qishloq birga bo'lib harakat qiladi. Menga farqi yo'q, menga kerak emas, menga nima qizig'i bor degan xayolga bormang. Bir kun o'sha holat sizni boshingizga avvalo tushmasin. Tushib qolgan taqdirda ham qolganlar qarab turmaydi. Alloh rozi bo'lsin. Hozir hamma kartalarni joylab, ehson qutilarimizni qo'yamiz, aylanib yig'amiz, telefon nomerlarini qo'yamiz. Telefon qilinglar, borib, erinmasdan 10 ming so'm bo'lsa ham ehsoningni erinmay borib olib kelamiz. O'sha guvohlarning oldida qutilarga joylab, hammasini yig'ib, ertaga kechgacha mana shu qancha yig'ilsa ham yetkazamiz. Shifr olish kerak, to'sin olish kerak, hamma narsa olish kerak. Buni mablag'ini yig'ib, hamma guvoh isbot holatda topshiramiz. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Sog' bo'linglar.